4-qism. Manga qarang, qipqilan bo'lamdi. Xeyrisani ishini o'zim bir taraf qilaman. Uni men qo'yib beraman. Rostaysiz, mening ko'nglim muhabbatdan, erlardan azar yegan. Bu azar yeyish odatdagi azar yeyish emas. Siz o'zingizga mos kelgandek qizni teping. Rost debdigan deb qolasiz Rabqat. Men haqiqatan sizga mos kelmayman. Acaba siz mening gapimni tushunmagidek yerda emassiz? Meni o'z yo'limga mang'ilib qo'ying. Asli meni yaxshi ko'rib qolmasligingiz kerak edi. Bu yaxshi ko'rish har ikkimizga yaxshilik qilib kelmaydi. Siz birdamlik hissiyatga tayinib, o'zingizning umrlik baxt haqida bunda qaror chiqasangiz bo'lmaydi. Kechiring. Siz hamma ishni apu qilgan taqdirdami, men bir umr oldingizda bosh ko'tarmay, vijdon azobi tatib o'tkim yo'q. Shunga siznimi, menimi qiynaydigan bundoq muhabbatni menga so'rlamang, bo'lamdi. Gapingizni tushunmayman qolmadim. Balkim siz muhabbatda azar yegachga menga ishonmayotgansiz. Shu sababli hamma odamni bir tayoqda haydayotgansiz. Agar menga ishlamayotgan bo'lsangiz, biz bir mazgil bir-birimizni tushunib baqsaqmi bo'ladi-ku? Bunchalik fursatni berasiz? Bo'ldi, so'zlamang. Men sizga undaq fursat beramayman. Siz qarg'anda bek hayajonlanib qolgan o'xshaysiz. O'zingizni tutib elib, mening sizga deganlarimni oldirmay o'yinib beqing. Agar haqiqatan rostli ishkimizning rizqi qo'shilib qolgan bo'lsa, biz nadala bo'layli bir sabablar bilan yana uchrashib qolamiz. Agar qo'shilmagan bo'lsa, bir yerda tursaqmi baribir qo'shilolmaymiz. Shu meni tutib olmang, meni o'z yo'limga mang'ilib qo'ying. Dedi-da, yig'ishtirgan narsalarni ko'taribla yotoqdan chiqib ketdi. Albatta Oyguzal Rabqatga tortishmaymi qolmadi. Chunki uningdimi chin muhabbatga tashna bir qalb bor emasmi? Ammo yana bir tarafdan o'ylasa, u yanala Rabqatga unchalik ishonch chiqib ketamadi. U erlarni tushunmakning tasligini bilib qolgan edi. Gerçi o tağısını unchalik yaxshi ko'rib ketmasimi, lekin uni o'ziga niyatini buzar deb o'ylamagan edi. Erkenga shuncha ishongan, uni o'zini aldaydi deb o'ylamagan edi. O'zini uningga pak topshirgan edi. Lekin erkin uni nobud qildi. Texin notunish er tarafidan ig'ir xo'rilishga sababchi bo'ldi. Uningga uchirgan erlarning hammasi uni bo'zaq qilgan, ahmaq qilgan, uning hayotini ostan ustan qilishga uringan. Erkin degan noahli o'zidan boshqa hech kimga yaqin kelmagan, hech qanday egichaqsi yo'q bir qizni aldab tashlab etgan tursa, boshqalar tarafidan allaburun bulg'unib bo'lgan bu qizni yaxshi ko'rib qoldim deb kayniga kirib olgan bu Rabqat deganning nima g'arazi borligini kim biladi? Eng yaxshisi sal bag'irtashroq bo'lishni o'rganib ol, Oyguzal. Agar seni rostli yaxshi ko'rsa, hamon bir kuni seni izlab topadi. Oldinga qarab menga ver, deb o'yladi-da, yana shahar ko'chalari tomon yurib ketdi. U shahar ko'chalarini orlab ketib yetib, pecheni, pranik, tort, har xil pishiriqlarni tayyorlab sotadigan do'konlarga ko'zi tushdi. Hozir kishilarning turmush ritmining tezlashishi, xizmatdagi oldirashlik tufaylidan burunqidek oyilda pishirmay do'konlardan tayyorni o'ratqizibla to'y to'kin, nazir chiroq, har xil yo'qliq qatorliqlarda ishiladigan bo'lib ketgan bo'lg'ashqa mushu ishni epiboda qiladi. Shunga u mush kasbni o'rganishni qaror qildi. Shunga u shahar markaziga joylashgan sodasi qiziydiganroq do'konga kirishni o'ylashdi. Bundaq do'konlar aniqla amgak kuchiga ehtiyojli bo'ladi. U axir shirin dunyo tort pechini pishiriqlari deb atiladigan, kishilar ko'p kiradigan bir do'konga kirdi. Oyguzal hozir rostli bozor ko'ztalaydigan bo'pti. Rostli o'ylagandek bu do'konga kiribla ish o'rni topdi. O'g'inish mazgilida oladigan munosibetli oz bo'lsa-mu, ammo u hozir pulga bak ehtiyojli bo'lmag'ashqa bo'pti dedi. Oyguzal g'aribchi tomoqxonada xeyli hunarlarni o'rganib olgan bo'lg'ashqa hech nima bilmaydigandek emas. Yerim hunarni o'rganib bo'lgan odamdek qo'llari apchilla bir ishlarga kelib qolgan edi. Do'kon xo'jayini ayolmi bu oyiqqa chaqqan, kulimsirab turadigan qizni yoqtirib qoldi. Shunga uzun o'tmay uning maoshini o'stiribmi berdi. Hozir Oyguzal kunlarni aldirashchanlik ichida, ammo to'limi ahamiyatli o'tkazib o'tadi. Hozir Oyguzalning o'z oldiga setib olgan kichik chaqqangina bino uyi bor. Qizlarga xos qilib oddiy, ammo chiroyli qilib yasab o'tirib o'tadi.
Gündüzlerde aldiraş ishlab, charchab ketganlarida uyga qaytib kelib, o'z xon, o'z bak so'zilib yetib, aramini oladi. U turibli ota-onasini o'ylab qoladi. Ularning chiroyini aslashga shuncha tirishadi. Ularni sig'inadi. Agar ota-onasi bo'lgan bo'lsa, u bugungidek har yerlarda sarson bo'lib yurarmidi, ha? Yana turibla tog'isining uydagi qabohatli kunlarini eslab qoladi. U tog'isi bilan Moynurxonni o'zini izlaganmidi deb o'ylab qoladi. Yana turibla ularning o'zini izlab yurmaydiganligini, ammo Dilnurning uni cho'qim izdirikini qildiganligini tasavvur qiladi. Lekin Ayguzal xato o'ylagan edi. Tog'isi bilan Moynurxon atsi o'rindan turib, Ayguzalning yo'q turganligini ko'rib, dastlab uni boqqa kirib ketgan bo'lsa kerak deb o'yladi. Ammo u ko'rinmagan siri jiddiylashishga boshladi. Bog'larga kirdi, etiz eriqlarga bordi. Ayguzalning burungi uyiga bordi. Ishqilib, Ayguzal berish mumkinchiligi bor deb qaragan hamma yerga berib, uni istadi. Ammo uni hech yerdan topolmadi. Shundala ular Ayguzalning uydan chiqib ketganligini faraz qilishdi. Shuning bilan Moynurxonning pachiqiga pitishga boshladi. Chunki Moynurxon bugun Ayguzalni Qosim Banga deydigan qerining uyiga olib bermoqchi edi. Buning badaliga Moynurxon Qosim Bangidan bir tal oltin uzuk bilan bir tal oltin bilezik elib bo'lgan edi. Qolganini agar Ayguzal Qosim Bangiga yarg'udak bo'lsa, ondan oladigan bo'lib kelishgan edi. Qarab turib, Ayguzal degan shum uydan chiqib ketib, uning planining suvi chilishib, qo'lga kirib bo'lgan ham kirmoqchi bo'lgan molning yo'q bo'lganligi uning o'g'isini qayintibatdi. U labjiyib o'ltirgan erining yoqsig'i esildi. "Bu po'qsaqal qeri, senmi odammi, ha? Har qancha bo'lsa-mu, u sening qizingning o'rnidagi odam-ku. Sen to'ymag'ur nafsingni deb, uning qishig'i kirmagan bo'lsang, u kechilab uydan chiqib ketmagan bo'ladi. Endi qanday qilamiz? Gap qila. Endi ko'tingni bosirib o'ltirib, masalani hal qilg'ili bo'lamdi. U to'ymag'ur nafsi bola, qirg'inni to'ymaydigan maynat. O'zi o'likinga it qarmaydigan yunduxo'r sarang. Esit sening arob qog'iningga." Moynurxon erini to'xtamay silkishlab, uni o'ltirg'ilimi qo'ymadi. Ayguzalning uydan chiqib ketgan ishini atrofdagi hammaylar bilib ketdi. Qo'shnilarning Ayguzalga ichi og'rib qelishdi. Chunki bu qizning bu uyda tortgan xo'rliqlarini ular biladi. Ular hatto uning keyingi taqdiridan ansirabmi qilishgan edi. Ammo bu uydagilar Ayguzaldan ansirashdan to'limi yiroqda. Faqat Qosim Bangidan qanday qutulishni o'ylab o'tadi. Kimmi degan bo'g'iydikan tang? Yig'i yondin bola qerindoshdan deb. Ayguzal bu yerda turgan mezgillarda bu uydagilar uni bakla xorlagan edi. Sirtda bir kimning uningga ichi og'ritib beshini silg'anini, uningga bir narsa berganini ko'sig'u bo'ldi. Bu sabablikmi Ayguzalning eshitmagan tili yemagan tayoqqa qolmaydi. Bechora qiz onasi dadasi bolaga shunchalik havas bilan qarab ketadi. Ko'z yeshi qiladi. Asli tag'isimi uning dadasining o'rnidagi odam. Bolasiga bergan mehrning yerimini bo'lsa-mu ba'sim maylitdi. Lekin bu odamning yuragi nemadan yasalgan bo'g'iydi ekan tang. Ko'z oldidagi bu narisidagi ozroqmi ichi og'rimaydi. Bara-bara Ayguzalmi oningdan ortiqcha mehr talab qilmaydigan, oningga talmurib ichi og'ritib kelishni umid qilmaydigan bo'ldi. Chunki bu odamdan mehr talab qilishning bir bema'ni ish ekanligini bilib ketdi. Moynurxon deb erini tortqushlab yurganda o'ylig'i Qosim Banga kirib keldi. Qosim Banganing kirib kelishi uyda bo'layotgan jidalni qaynayotgan qozonga bir ko'ra suv qo'yib atgandek besiq turibdi. Moynurxon erining yoqsini darhol qo'yib etib, boyadan beri lozi yegan tozdak purishib ketgan chiroyiga saxta qo'lashmagan bir yasalma kulkisini yugurtib, Qosim Banganing oldiga yugurib keldi. "Voy, xush keldilar Qosim axun. Voy, silini qanday shamol uchirib keldi deyman. Qini, yuqorisizlar, ko'pik kelsalar," dedi. Yo'g'on qo'rsoqlari putlashib tursa-mu, egilishga tirishib. "Ay Moynurxon, ortiq gapni qo'ysizlar. Ayguzalni hamma odam qechib ketibdi deydi-ku.
Bu gap rasmo yağamı bilip qoydab keldim. Bu gap ras emasdi, ha? Voy, nadimi anlag'anlar bu gapni Qosimaxon. Beshi o'n emas, uning qechib ketadigan. O'shim qechib nagimi baralaydi deydilar. Sizlar xotirjam bo'lsalar, uni menchu kechda sog'-salomat uylarga yetkazaman. Sizlar ansirmisizlar jumo? Qiyni oltisizlar, sizlarga qiziqqina choy damlay. Bir piyola choy ichib, ondan mansizlar. dedi. Maynurxon nimani o'ylab bundaq deganini o'zimi bilolmayla qoldi. Erimi uning bu gapini anglab ko'zlari chekchiyib ketdi. Choyni keyin ichamiz. Men qaytayamsa, ishlar bizda eshkandek bo'lsin, ha? Kechda yo'llariga qaraymayamiz. Qosim banga shundoq deganicha gusildab dastlab chiqib ketdi. Uf, deb yuragini tutqunicha o'ltirib qoldi Maynurxon. Eri uning qishig'iga kelib, "Bo'ldingmi?" Xotin, sarang bo'ldingmi? Uni kechda opirib berma deb yurishliga. O shum bo'lmasa, kimni opirib bersizlar uning qishig'iga? Onundan ko'rib bag'u, onunga haqiqiy ahvolni deb, bir nimasini qaydirib bersanglar bo'lmamdi deyman. Tazim birkansizlar deyman. Hey, qanda qilamiz endi. Sen to'la beshimni og'ritmay jim turg'in, voy. Aldirmay o'ylashib olay qanday qilishni, dedi Maynurxon chekillarini o'lig'inicha. Eri bo'lsa o'milgandek kelib, uning mo'rillarini ishqlashga boshladi. Bu iplas xotinlarni ansirtib, kashma kirib qoldi. Maynurxon chiroyli yosinib, taranib, bir dasturxonni rastlab, qo'ltiqiga qistirgunicha Qosim bangining uyiga qarab mangdi. U yo'lda bag'uvchi hozircha ko'nglida pishirvaganini yana bir qitim yodlab elib, o'z ko'nglida xeyli puxta tayyorlik qildi. Eshikning chekilishidan bir xushalliqning shapsini elib, paspaslig'ini berib, eshikni ochdi Qosim banga. Açdı-yu. Maynurxonning o'zi yolg'iz turganini ko'rib, qopoqlarini turganicha Maynurxonni uyiga taklif qilmasdan, qo'llarini kayniga tutganicha do'ng'ildab kirib ketdi. Qaymoq yegan mushukning yuzi to'van degandek, Maynurxonning til tutqi bo'lg'ashqa Qosim bangining hech bir yuz xotiri qilmasdan kirib ketishlarini ig'ir olmasdan, yangi soldurgan misrang tishlarini to'liq chiqarib, hingiyib, Qosim bangining kaynidan mushukdek agishib, so'qildab mangdi. Qosim banga o'ylining supsida Maynurxonga qarabma qo'ymasdan so'ngichini chiqarib o'tirdi. Maynurxon o'zining to'limi e'tiborsiz qilayotganligini his qilsa-mu, alimini yutib, Qosim bangaga kuchikilishga boshladi. "Qosimaxon, sizlarning xabarlarda bor. Ay go'zal, asli bu ishni uqmaydi. Men haftada xizmat ishlab yurib, bu ishga aran ma'qul keltirgandim. Ammo qirishqandak, u bugun og'rib qopdi. Bu holatda akilib basammu, sizlar haftagacha quruq ustanga marab bo'lib, tukuruklarni yutib o'ltirala. Shunga sizlarni qiynamay, ay go'zal sizlarga loyiq bo'lganda akilib beray dedim. Ajiba bo'lmabdimi? Ajab bir yuzimni qilib qo'yay demadilar. Xuddi men bir qechib ketadigandek." deb o'ziga yarashmasimi zo'rlab nozlanib Qosim bangining mo'risiga surkilib qo'ydi. Qosim bangining onchi bak erimay turganini ko'rib, Maynurxon yana erkilgili turdi. "Qosimaxon, bu yoqqa qarasizlar. Voy, bir bu yoqqa qarasizlar-chi. Men Maynurxonchi degan gapida turdigan ayol. Hay, bundaq turibmisizlar-chi, qarasizlar. Sizlarga qiziqqina polo yetib keldim. Qiziqida yevasizlar. Balan yeb, mag'dur toplasizlar. Ay go'zal, yosh, chiroyli. Keyin yana onundan quruq qoladigan ish chiqmasin, ha? Maoshlari joyida bo'ldi. Qiziq yesizlar tamoqni." Maynurxonning hela mo'risini tortib, hela belkini tortib, qo'lashmagan noz karashma qilishlarining ta'sirida Qosim banga oxiri u ochgan dasturxonga yuzilinib o'tirdi. Maynurxon hela poloning go'shtlarini Qosim bangining oldiga ittirib, hela piyolasiga choyliqlab, uning qornini to'yg'izdi. "Ha, maoshlari bo'ldi, Qosimaxon. Er kishi deganchi, unda xo'yilib o'ltirmaydigan. Bunda xo'yilib o'ltirsalar, yosh qizvola qechib ketadi jimi?" Nim deydigandi Maynurxon? Sizlar meni bo'ychaqlab qopla, ha? Bo'lmish ko'rib qanday ya? deb Maynurxonga qishini likkada etib qo'ydi Qosim banga.
u hozir vaqtincha Aygüzeldan umidini o'sib, oldidagi lo'q go'shga etilmoqchi bo'layotdi. U o'ziga zodila yarashmagan chaqqonlik bilan o'rnidan turib, Maynurxonning qo'lini kappada tutib oldi. Maynurxonmi yerning tagida yilonning ko'shigini tuydigan yomon ayol bo'lg'ashqa Qosim bangiga qarab hijiyib turib, uning qo'lini bulutdek yumshoq qo'llar bilan siylab bo'shatdi. Andan uningga qarab, "Voy kuyog'lim, men degan silining qiynapallari jimi, oyoq qilsila. Eng yaxshisi tishimga tegib qo'ymasila. Bo'lmasa Aygüzelni ayvashga keltirish, qo'limdan kelgandek, uni raydan qaytirishmi qo'limdan keladi jimi?" Maynurxon gapni kulib davotgandek qilsa-mu, ammo uning so'zlarida ro'shan tahdid ifodalanib turibdi. Maynurxon, men bir nima demadim-ku. O'zlari ortiq o'ylayaplar. Tuzuk gap qilslar deyma. Men har qancha bo'lsa-mu, sizlarga unda qilib yurmaymi, jima? deb Maynurxonga erkalashga boshladi.